internet olami bugungi kunda har birimizni uyimizda, xonadonimizda, qo'limizda. Bir tarafdan o'ylaysan, yomon tarafi ham bor, ko'ngil xira bo'ladi. Bir tarafdan o'ylaysan, yaxshi taraf bor. Aslida har bir narsani yaxshi tarafga bursa bo'ladi. Yaqinda xabaringiz bormi, yo'qmi bilmayman. Bu televideniyaga ham chiqdi. Men bir narsadan juda ham bir ta'sirlanib ketdim. Ta'sirlangan narsam ko'zimga yosh keldi ham, to'g'risi bekitmayman. Bir bolakayni videosi chiqdi, ko'rdinglarmi bozorda? Zafarbek degan. Ko'rmagan bo'lsangiz shu e'tiboringlarni shunday ekranga qaratsanglar, men undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Ismingiz nima? Zafar. Yoshingiz nechida? 14 bitirdingizmi? Ha? Maktabda o'qiysizmi? Nechinchi sinfda o'qiysiz? 8. Qaysi maktabda? Ikkinchi kalimda. Mana bozorga kelib ishlayapsiz ekan. Nima majbur qildi sizni ishlashga? Ishlash kerak hozircha. Majbur qildimi biror narsa? Ota-onangiz aytdimi? Yo'q, ayamga qarashaman-da. Ayam bir o'zi. Ayangiz bir o'zi, dadangizchi? Biz bilan turmaydi-da. Dadangiz siz bilan turmaydimi? Oilada necha kishisizlar? 4 kishi. 4 kishi? Nech pul topasiz bir kunda? 26 topadi. Ha? Yig'lama, aka, qo'rqma. Kimga berasiz bu pullarni keyin? O'zingiz ishlatasizmi? Yo'q, kiyim olish kerak. Ha, o'zingizga kiyim olasizmi? Maktab qurollari. Majbur bo'lib chiqyapsizmi ishga? Shunaqa. Va hozircha-da. Qanchadan beri chiqasiz? 1 yil. 1 yildan beri chiqasizmi? Zerikmadingizmi bu ishda? Boshqa ish yo'q-da. Boshqa ish yo'q. Ish yo'q hozir. Siz ismingiz nima? Ozodbek. Siz ham akangizga yordam berasizmi? Yo'q, men ranovkasi emasman, ko'chada yukasiman-da, o'shancha akam meni. Yordam berib turasizmi o'rtog'ingizga? Ha? Nima masalada ko'proq yordam berasiz? Og'ir yuk bo'lsa men ko'tarsam o'sha yukka. Nima bo'lsa, o'shanga qarashaman men akamga. Bu ayasiga yordam beradi, uyga pul olib boradi. Har kuni pul olib boradi, tirikchilik. Oilasini boqadi, mashq bola. Boshqa hech kim boqmaydi mana. Boshqa narsalarga sarflamaydimi pulini? Boshqa narsalar sarf qilmaydi. Kompyuter o'yinlari bor. Yo'q, unaqa narsalar umuman o'ynamaydi. Faqat ish. Ishlayman deydi. Hunar o'rgansa bo'lmaydimi? Usta shogird bo'lib, bir yaxshi ustaga tushib hunar o'rgansa. Ishlash kerak, ayasini boqadi, uydagilarni boqadi. Men nimaga bu videoni ko'rsatkim keldi bilasizmi? Bu yerdagi bu holat yoki ahvoldan emas. Bu kichkinagina farzand ismi Zafarbek, mana shu Zafarbekki onasi uchun qilayotgan harakati, onam uchun deyapti, har bitta gapida mana shu narsa meni juda ham ta'sirlantirdi. Menimcha faqat bizning millatda bo'lsa kerakmi deyman-da. Onam xursand bo'lsinlar, topgan pulim onam. Masalan, shu yoshda internetlarda yurib, boshqa narsalar, parklarda yursa bo'ladi. Yo'q, qarang, men onam uchun onamni boqishim kerak, onamni xursand qilishim kerak deyapti. Undan tashqari yondagi do'stini qarang, mana qanaqa vafodor do'st bor ekan hayotda. Bor ular albatta. Bugun mana shu Zafar do'sti onasi bilan olamizda o'tiribdi ular. Men o'zim taklif qildim. Mana shu konsertimga tayyorgarlik mobaynida bo'lib qoldi-da shu holat. Ta'sirlanib ketdim. Shunchalik onam deyapti, o'rtog'im deyapti. Shunaqa odam o'tirish kerak mana konsertimda dedim-da. Agar xo'p desanglar, Zafarbek, qattasan, ke ukam. Qanisan? Qarsanglar qattiroqcharinglar. Har birimizni farzandimiz o'xshasin. O'rtog'ini qarang. O'xshaydi bir-biriga. Zafarbek. Assalomu alaykum, qanday? Va alaykum. Ko'zida yosh qarang. So'r bo'l. Sani oting Ozodbek. Sen u mana qarab ekansan, ha gapiringni. Mana qiladi. Salomlashib qo'y. Assalomu alaykum, zo'r yaqindan kelganlarga. Bir narsani aytaman, bugungi holat faqat bu kun bo'lyapti. 8-noyabrga bular keldi. Chunki ishlash kerak, o'zingizlar tushunasizlar. Oila bola chaqa degandek. Bolalaringdan nechta? Albatta hazır. Ukam umring uzoq bo'lsin. Farzandim senga o'xshagan shunaqa onam, otam deydigan bo'lsin. Ilohim, men rostdan mazza qildim. Sizlar bilan shu narsani bo'lishkim keldi. Bilasizmi? Mana shu konsertga taklif qilayotganda men o'zim gaplashmadim-da, o'rtoqlarim orqali taklif qildirdim uni. Konsertga tushish xohlaysanmi? Seni videoyini ko'rib, men seni yaxshi ko'rib qoldim deb chaqirasizlar-da, o'zim ssenariyni tuzib berdim-da. Shunda bu bo'ldi, kelamiz dedi. 2 kishilik sizlarga taklifnoma bor. 8-noyabr kunga tushsa,
aka biz 3 kishimiz, mani o'rtog'im bor, o'rtog'im kelmasa bo'lmaydi deb Ozod sani shunaqa bir o'rtog'ing bor ekan. Qoyil qoldim. Zafar, endi o'zi katta bo'lganda kim bo'lmoqchisan? Katta bo'lganda men shu ingliz tili tarjimoni bo'lmoqchiman. Yana nima orzularing bor? Orzularim oyimni xursand qilish, chet ellarga aylantirishga olib borish, Qatga masalan. hajga, Dubayga, hajga. O'zi borganmisan birorta joyga? Yo'q. Hali bormagansan. Yig'lama, nima yig'layapsan? Ko'zlari yoshlanib ketadi. Bilasizmi? Sen yig'lama deb turgin, ya'ni u videodagi. Yig'lama deb turgin. Bilasizmi, bugun konsert dasturimizda, bu yil konsert dasturimizda muxlislarimiz uchun chiptalarni tashlab yubormaysiz. Ajoyib Apex Insurance sug'urta kompaniyasi homiylik qilmoqda. Bitta qarsak chalib qo'yamiz. Bu kompaniya bugun ajoyib sovg'alar, hech qaysi bir konsertimizda bo'lmagan sovg'alarni taqdim etadi. Mana shu konsert davomida mana shu videoni ko'rib qolganimda, men ta'sirlanganimdan keyin homiyimizga telefon qildim deb bir narsa aytdim. Hozir bir narsa yuboraman, videoda ko'ring dedim. Shu bolani onam deyishini qarang dedim. Hajliga yuboraman deyishini qarang dedim. Yuborganimda shunaqa bir taklif bo'ldiki, hozir senga bir narsa sovg'a qilamiz. Apex Insurance kompaniyasidan olib chiqasiz bu yoqqa qarsiylar asosida. Zafarbek bilmaydi bu nimaligini. Sovg'amiz Apex Insurance kompaniyasidan. Bu Ozodbekga. Bu esa senga. Undan tashqari sani telefon raqamlaring bor. Sani hamma ma'lumotlaring bor bizda. Bilasan, mana shu kompaniya senga 10 kunga Sharm-el-Sheyxga hamma narsasi ichida Pekinga yo'llanma qilib beradi. Umuman xarajating yo'q. Mazza qilib yeb ichib kelasan. Zafarbek, mana shu tempda davom et. Onajoningni ehtiyot qilgin. Ularni xursand qiling. Hajlarga olib borgin, Xudo xolasin. Endi onajoning bilan yana gaplashgin. Agar onajoning xohlasalar, mana shu yo'lga ketadigan xarajat pullarini o'rniga sen uyingga o'sha pulga darajada xohlagan narsani nima xohlasang hammasini qabul qilasan. Sen bilan telefonlashadi. Xo'pmi? Zafarbekga guldiroz qarsak chalasi.